Assalomu alaykum. Men Doniyor Tursunov, tibbiyot fanlari falsafa doktori, oliy toifali onkologman. O'z blogimda zamonaviy onkologik muammolarni oddiy so'zlar bilan aholiga tushuntirish va bu orqali xalqimiz orasida onkologik kasallikka chalinish bu o'limga hukm degani emasligini yetkazmoqchiman. Ishonamanki, ma'lumot olgan bemor bu kasallikni erta aniqlash va davolashdagi asosiy yordamchi bo'ladi. Blogimizda onkologik kasallikka chalingan bemorlarga 15 yillik tajriba va orttirilgan ilm asosida ko'rsatilgan va shu kungacha ko'rsatilib kelinayotgan zamonaviy yordamni yoritib boramiz. Asosan prostata bezi, yurak usti bezi va quvuq, moyak saratonlarini tashxislash va davolash bilan shug'ullanamiz. Ilm va tajribamizni muntazam tarzda oshirib kelamiz. Jumladan 2018-yili Istanbul Life Hospital'da, 2022-yili dissertatsiyani muvaffaqiyatli himoya qilgandan keyin Germaniya Köln universiteti klinikasida, 2023-yil Pekin universitetida malaka oshirganman. Hozirda prostata bezi saratoni yuzasidan doktorlik ishi olib boryapman.